أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İngilizce Kur'an-ı Kerim derstiki 14. ders. Biz bunun da yanıla dersimizni Sure Bakara'dan davamlaştırırız. 82. ayet. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Ve Allah'ın birligiga, İslami tevhidga ishongan kishilar ve yaxshi salih amallarni qilgan kishilar, ana shular jannatga o'rinlashqilardir. Ular u joyda mangu turadi. 73. oyat. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. And remember, when we took a covenant from the children of Israel, saying, worship none but Allah alone, and be dutiful and good to parents, and to kindred, and to orphans, and al-masakin, the poor, and speak good to people, enjoin righteous and forbid evil, and say the truth about Muhammad, peace be upon him, and perform as-salat, iqamat as-salat, and give zakat. Then you slid back, except a few of you, while you are backsliders. Tafsir al-Qurtubi. Ve eslanlar, biz İsrail'nin ballarından ahdaga vaqtni eslanlar. Yani aldın qıtım sözlep ettik. Children of Israel degan İsrail'nin avlodlari. Yani Yaqub alayhisolamning avlodlaridan kelguvchilar. Biz shulardan ahda oldik. Yalg'iz Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Ve ata-onalarga mas'uliyatchan ve yaxshi bo'linglar. Ve urg'utqanlarga ve urfan yani yetimlarga ve el-masakin yani kambag'al namratlarga mas'uliyatchan yaxshi bo'linglar. Ve kishilarga yaxshi so'z qilinglar. Yani yaxshilikqa buyuringlar ve yomonlikdan to'singlar. Ve Muhammad sallallohu alayhi vasallam to'g'riliq haq so'zni aytinglar. Ve salat yani namozni barpo qilinglar ve zakat beringlar deb biz yuqorqi ahdlarni oldik. Ondan sizlar keyninglarga yondinglar. Slid degan yani silat teyilmoq degan ma'noda keyninglarga teyilib tushdinglar degan yani sizlar yuz o'rdinglar yoki keyninglarga yondinglar shu ahdidan keyin. Lekin sizlardan ozgina kishilar undaq qilmadi. Buning sirtida bo'ldi. Vaholanki sizlar backsliders yani sizlar yüz o'rguvchidir sizlar. Tabiatinglar shu. Doim ahdni birsizlar, keyindan ahdinglarga vafo qilmaysizlar. 84. oyat. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. And remember when we took your covenant saying, shed not the blood of your people, nor turn out your people from their dwellings. Then this you ratified, and to this you bear witness. Yaki bear witness. Ve biz sizlarning ahdinglarni olgan vaqtni aslanglar. Öz kishilaringlarningki qinini to'kmanglar. Yoki öz kishilaringlarni, öz xalqinglarni turalg'ulardan, uylardan qo'g'lab chiqarib atmanglar deb biz ahd olgan vaqtni aslanglar. Ondan buni sizlar chingitdinglar yoki ratify degan iqror qildinglar ve buningga sizlar guvohlik berdinglar. 85. oyat. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. After this, it is you who killed one another and drive out a party of you from their homes. Assist their enemies against them in sin and transgression. And if they come to you as captives, you ransom them. Also, their expulsion was forbidden to you. Then do you believe in a part of the scripture and reject the rest? Then what is the recompense of those who do so among you, except disgrace in the life of this world? And on the day of resurrection they shall be consigned the most grievous torment, and Allah is not unaware of what you do. Bundan keyin it is you degan u sizlar shundoq kishilar demakchi, ya'ni sizlar bir-biringlarni o'ltirsizlar va sizlarning bir qisminglarni ularning uylaridan qo'g'lab chiqarib o'tsizlar. Ularningki dushmanlarga ularga qarshi yordam bersizlar. Gunohda va transgression, ya'ni adidni eshitda ularga qarshi yordam bersizlar. Va agar ular sizlarga asir bo'lib kelsa, sizlar ularga piri bersizlar, ya'ni piri berib to'lam to'lab qutqizib olasizlar. Garchi ularni qo'g'lab chiqarish sizlarga cheklangan, harom qilingan bo'lsa-mu, sizlar shunday qilasizlar. Andin sizlar kitobning bir qismiga ishonamsizlar va qolgan qismini inkor qilamsizlar. Sizlarning oranglardan shunday qilgan kishiningki jazosi bu dunyoda xorliqdan boshqa narsa nima? Ya'ni xorliqdan boshqa qanday narsa? Va qiyomat kuni ular eng qattiq azobga avatiladi. Kansayn degan, ya'ni avatib qo'yib qo'ymoq degan ma'nolarda keladi. Ya'ni eng qattiq azobga ular qaytariladi. Va Alloh sizlar qilgan ishlaringlardan Alloh bexabar emasdir. 86-oyat. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Those who have bought the life of this world at the price of the hereafter, their torment shall not be lightened, nor shall they be helped. Ana ashula dünya hayatını ahiretning bahasıga setib olgan, ya'ni ahiretni shuning barobarga setib olgan kishilardir. Ularning azobi yengiltilmaydi, ne ularga yordam berilmaydi. 87-oyat. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. And indeed we gave Moses the book and followed him up with a succession of messengers. And we gave Isa, Jesus, the son of Maryam, Mary, clear signs, and supported him with Ruh al-Qudus, Gabriel. It is that whenever there came to you a messenger with what you yourselves desired not, you grew arrogant. Some you disbelieved, and some you killed. Ve hakikaten biz Musa'ga kitapni berdik ve onunğa peygamberlerini ergeştirip ekeldik. Succession degen, yani orun basar degen boldu. Orun basar peygamberlerini ulağa ergeştirip Musa'dan keyinla ekeldik. Ve biz İsa'ga, yani İsa İngilizce'de Jesus yoki Jesus deb o'qiladi. Biz İsa'ga, yani Meryem'nin oğlu İsa'ga uçuq alametlerini berdik ve onu Ruh al-Qudus bilen güçlendirdik, yordam berdik. Qachoniki sizlarga bir payg'ambar olib kelgan vaqtida sizlar o'zinglar yoqtirmaydigan narsani sizlar arrogant, ya'ni takabburlik qilishda texmo ziyod bo'lib ketamsizlar. Bir qismini sizlar inkor qilib kofir bo'ldinglar va bir qismini sizlar o'ltirdinglar deb Allah subhanahu wa taala bularga qoyib o'tadi. Oxirida yangi so'zliklarni o'taylik. Dutiful, mas'uliyatchan.
kindred, urug tuqqan, orphans, yetimler, sled, teyilmak, dwellings, turalgı, assist, yardım vermek, captives, esirle, ransom, tölem, expulsion, qog'lab o'tish, disgrace, xarliq, consigned, ava etmek, grievous, qattiq, desired, arzu qilmak, grieve, taraqqiy qilmak. Shuning bilan darsimiz mush yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.